Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun shayton bola hozirda prostatak Minecraft o'ynaymiz. Prostatak emas, jonli efirni. Prostatak bugun jonli efir bo'ladi. Xolos bugun 15 mikin, 16 mikin yoki 17. Xolos bilmadim, lekin bugun jonli efir bo'ladi. Qanchaligini bilmadim, lekin xolos bugun jonli efir qilaman. Prostatak sizlar tayyorlanib olinglar. Kechroq 7 ga yaqin. Jamchalik 7 emas, 6-5larda xolos. Diqqat, reklama bo'la. Mana shu akamizning kanallariga kiringlarda obuna tugmachasini bosib qo'yinglar va bu kanalning silkasi kommentariyada qadalgan izohda bo'ladi va bu bratning oxirgi videolariga kirasizlarda, prostatak oxirgi videolariga Whitehorn'dan salom deysizlar va prostatak ketasizlarda kayf qilasizlar. Prostatak mana shu bir tipadeshga qo'raylik. Jonli efir qilamiz. Ungacha biza hamma yoq tayyor, serverim ham tayyor turibdi. Prostatak Salit launcherdan kirasizlar. Serverimga mana hozir bomba qilaman. Iloji. Biz hozirmasligi serverimizga kiramiz bo'ldi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Saving World debdi va endi biz multiplayerga kirib turib, paketni bosib turib va mana serverim IPC ekraninglarda turibdi. Mana offline debdi. Xo'p, biroz muammo bo'lganligi uchun biroz zerikkanimdan prostatak o'ynayotgandim. Mana online deydi, lekin bitta server bo'limiga o'tamiz. Ko'rish mumkinki, offline turibdi va biz yoqamiz. Prostatak deb mana server IP'si mana varkra.arternos.m ana 14.207 ga e'tibor qilmaysizlar. Bu Bedrock plus bilmayman bu nimaligini-yu, lekin plus IP shuni o'zi. Mana yonda endi kiramiz va mashina zerikib ketganini pauza qilamiz dedi. Bu nima desanglar, 1-2 soniyaga chiqib turib qaytadan kirsanglar boshdan bo'lib qolar ekan. Yangi Salit launcher shunaqa ekan. Va pauza. Bu bo'ldi bola va ketdi. Connecting to server joining world debdi. Bemalol sizlar jonli efirda kommentariyaga qadab qo'yaman. Mana hozir menga survalman, men o'zimga op berganman, ya'ni o'zim boshliq qilganman. Yeplet. Monsterlar qachon kelishyapti? Prostatak. Qachon ketasan? Qachonnaqa bo'lishiga qara. F5. Spider-Man. Buyna. Voy, bilat. Qachon o'zib ketasan? Op bergandim o'zimga. Qoch. Qo'yladi. Nima ko'z yo'q. Bola, Minecraft'im qotyapti. Ikkiga bir. Voy, ko'rinishi. Qo'lim kelmayapti. Tinchgina. Endi o'zimizga ob berib olamiz.
Yo'q, o'xshamadi bolalar. Qaytadan qilamiz. Bo'pti, qaytadan beramiz. Whitehornga o'p bergandim lekin. Xullas, sizlar yangi men nima ochmoqchiman просто так. Yangi server ochmoqchiman. Просто так etga sizlar qo'shilishinglar uchun men otim nima ekan? Xullas просто так unga alohida bot yaratib qo'yaman. Sizlar botga kirasizlar va start yozasizlar va server deb yozasizlar. Yozib olinglar bolalar. Xo'p, berdim o'zimga. Xo'p, bot yaratib qo'yamiz. Sizlar просто так o'sha bot yordamida sizlar o'zingizlarga ya'ni men o'sha botda o'sha botga kiritib qo'yaman. Sizlar просто так nickname'laringni yozasizlar va men sizlarga kiritaman. Ya'ni xullas bu akkauntli bo'ladi. Voy, uzr. Endi belki hamma. Ular spawn point mashta bo'lishi kerak. Xo'p. Joli efirda ko'rishguncha xayr, bugun joli efir. Shunchaki sizlar hozir ham serverga kirishinglar mumkin. Iltimos, grifferlar kirmasin. Jahlimni chiqarmanglar, ban berib olaman. Barchaga xayr, sog'lom bo'linglar. Просто joli efirda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'l va obuna bo'l.